Ko'mirga mo'ljallangan aqlli kotyolimiz mana o'rnatdik. Isitish jarayoni boshlandi. Hop, bino o'rtacha, hop 8 tami, 6 tami xona bor. Hop, mo'rilarini chiroyli qilib ulab qo'yganmiz. Naryoqda boshqa obyekt tomdan tortilgan o'sha truba. Invertorga moslangan. Mana stabilizator ham bor. Suvlari 2 barda turibdi. Issiqlik o'sha 50 dan o'tdi. Pastda nasos qo'yilgan. Nasosdan oldin ventillar, filtrlar. Kotyolimiz ana ishlayapti. Termostat bor yonida ventilyatorga. Ventilyatorimiz ham ishlayapti. Ko'mirni yarim bosganmiz.